Sir ortida YouTube kanali. Bu kanaldagi hikoyalar faqat ko'ngilochar va ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan. Ayrim voqealar badiiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Kanal hech kimni haqorat qilish yoki zarar yetkazishni maqsad qilmaydi. Bugungi hikoyamizda mashhur jahon futbol yulduzi Cristiano Ronaldo va non sotgan bir yosh bola hikoyasi to'g'risida tinglashingiz mumkin. Bu hikoya mazmunida orzuligicha qolmagani, u yosh bolaning orzusi ushalgani to'g'risida tinglashingiz mumkin. Umid qilamizki, bu hikoyamiz ham avvalgi hikoyalarimiz kabi sizga qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu hikoyani boshlashdan avval Sir ortida YouTube kanalimizga siz uchun yangi hikoyalar to'plamini yuklab qo'yganmiz. Ularni ham tinglab o'zingizga xulosalar chiqarib olishingiz mumkin va Sir ortida YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Hikoyamiz qahramoni Ahmed. U Saudiya Arabistonida nonvoy oilasida dunyoga keladi. Ahmedning ota-onasi nonvoychilik bilan shug'ullanishar edi. Ahmed yillar o'tgani sari ota-onasiga maktabdagi darslarni tamomlab kelib yordam bera boshladi. Ahmedning ota-onasi pishirib tayyorlagan nonlarni bozorga olib borib sotar edi. Uyga kelgach Ahmedning otasi Yusuf futbol tomosha qilayotgan edi. Ahmed ham otasi bilan birga futbol tomosha qilishdi. Ahmed futbol tomosha qilish jarayonida maydondagi bir o'yinchi uning e'tiborini torta boshladi. U futbolchi o'sha mashhur futbol yulduzi Cristiano Ronaldo edi. Shundan so'ng Ronaldo uning har bir o'yinlarini tomosha qila boshladi. Maktabga borar, darsdan so'ng bozorga kelib non sotar. So'ngra uyga kelib uning sevimli yulduzga aylanib ulgurgan Ronaldoning o'yinlarini televizor orqali tomosha qilar edi. Bozorda nonlarni sotib bo'lgach uyga qaytar ekan, sport do'konida Ronaldoning futbol formasini ko'rib sotib olishga kirishdi. Va uyga kelib otasi Yusufga ko'rsatdi. Qarang otajon, ustimdagi forma menga yarashibdimi? Men ham kelajakda Ronaldoga o'xshab futbolchi bo'laman deb otasiga so'zladi. Otasi Yusuf ham sen albatta katta futbolchi bo'lasan deb yelkasidan tutib qo'ydi. Ahmedning xonasi Ronaldoning suratlariga to'lib bo'lgan. Hatto uning divanlarigacha bu futbol yulduzining suratlariga to'lgan edi. Ahmedning futbolga qiziqishi aslida bir futbol yulduziga bo'lgan muhabbatidan boshlangan edi. Otasi ham Ahmedning xonasiga kirishi bilanoq xonasidagi futbol yulduzi suratlariga ko'zi tushdi. O'g'lidagi bunday o'ta kuchli futbol yulduziga va futbolga o'g'li Ahmedning qiziqishini payqadi va o'g'li Ahmedni yoniga chaqirdi. O'g'liga qarata ota: "O'g'lim Ahmed, sen futbolga qiziqasanmi?" deya savol berdi. O'g'li ham o'ylanib o'tirmay: "Ha, men juda ham qiziqaman. Kelajakda Ronaldo kabi futbol yulduzi bo'laman" deb otasiga javob qaytardi. Ota ham o'g'liga tezda kiyimlaringni almashtir, chiroyli kiyimlardan kiy, seni futbol jamoasiga olib boraman deb o'g'lini qo'lidan tutib Saudiya Arabistonidagi yosh Al-Nasr futbol jamoasiga olib bordi. U yerda ularni bir murabbiy kutib oldi. Ota murabbiyga qarata: "Men o'g'limni sizni futbol maktabingizda o'qitib, kelajakda katta futbolchi qilmoqchiman. Meni o'g'limni jamoangizga olishga rozimisiz?" dedi. Murabbiy Ahmedning yoniga kelib: "Futbol o'ynashni yoqtirasanmi?" dedi. Ahmed: "Ha, men juda yoqtiraman. Kelajakda futbolchi bo'lmoqchiman" deb murabbiyga so'zladi. Murabbiy qo'lidagi to'p bilan: "Ahmedga yur. Seni stadionga olib kiraman. Seni harakatlaringni tekshirib ko'ramiz" deb Ahmedni maydonga olib chiqdi. Ahmed bunday katta futbol maydoniga birinchi marotaba kirib turishi edi. Taxminan 11 metrga murabbiy to'pni qo'ydi va Ahmedga sendan 3 ta imkoniyat
to'pni darvozaga 3 imkoniyatda kiritsang, sen futbol klubiga olamiz deb shart qo'ydi. Ahmed darvozaga to'pni to'g'riladi va birinchi urinishni amalga oshirdi. Lekin to'p noto'g'ri zarba tufayli noaniq ketdi. Ikkinchi va uchinchi urinishni darvozabon qaytardi. Otam murabbiyga qaradi. Ahmedni murabbiy nazorati ostida to'p tepish mahorat darslari o'tilsa, albatta Ahmed to'pni darvozaga kiritadi dedi. Ammo murabbiy yo'q. Men o'g'lingizni bu jamoaga olmayman deb rad javobini berdi. Ota o'g'li murabbiy bilan xayrlashdi. So'ngra chiqib ketayotganlarida murabbiyning yonida yurgan bir yordamchi kelib, ota qulog'iga: "Menga pul bersangiz o'g'lingizni jamoaga olishga murabbiyni ko'ndiraman" deb pichirladi. Ota bu pulni eshitib yoqa ushladi. "Menda bunday imkoniyat yo'q. Men bera olmayman" dedi va ular uyga qaytishdi. Ota Ahmedga qarata: "O'g'lim, sen ruhingni cho'ktirma. Sen albatta futbolchi bo'lasan. Bizga Xudoning o'zi madadkor bo'ladi" dedi. O'g'lining ruhini ko'tardi. O'g'li Ahmed ham: "Ha otajon, men albatta namozlarimda Xudodan so'rayman va o'zim ham harakat qilaman" deb xonasiga chiqib ketdi. Oradan kunlar, oylar o'ta boshladi. O'sha yillari Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonining Al-Nasr futbol klubiga transfer qilindi. Bu gapdan hali Ahmed xabar topmagan edi. Ronaldo klub bilan shartnomalar tuzishdi va unga yangi uy berildi va u uyga yordamchilari bilan kelib dam olishdi. Ronaldo Saudiya Arabistonidagi Al-Nasr jamoasiga o'tgan edi. Ertasi kuni Ronaldo yordamchilaridan biriga: "Sen bu mamlakatni yaxshi bilasan. Men sen bilan birga bozorlarni aylanib kelmoqchiman" deb so'zladi. Yordamchi ham: "Albatta, lekin bir muammo bor. Sen bozorga chiqsan, seni odamlar ko'rib, o'rab olib bozorda to'polon boshlanib ketishi mumkin" dedi. Ronaldo ko'zoynak va arab kiyimlaridan kiyib, uni hech kim taniy olmas darajada niqoblandi va ular bozorga yo'l olishdi. Ronaldo ba'zi bir yoqimli mevalardan xarid qildi va ko'zlari atrofdagi shijoat bilan "Kelinglar, issiq nonlardan olinglar" deb odamlarni chaqirayotgan bir bolaga tushdi. Tabiiyki Ronaldoni bu bola e'tiborini tortdi va uni yoniga bordi. Yordamchisi tarjimonlik qilib turdi. U yosh bolaga: "Nonlarni sen pishirganmisan?" dedi. Bola: "Yo'q, men pishirmaganman. Nonlarni ota-onam pishirganlar" dedi. Ronaldoga bir bo'lak non tutdi va u unga qarata: "Yeb ko'ring, mazasi yoqimli" dedi. Ronaldo yeb ko'rib: "Mazali non" deb kuldi va Ahmed: "Ronaldoning quloqlaringizni menga tuting" dedi va u quloqlarini tutdi. Ahmed uning quloqlariga: "Men sizni tanidim. Siz mashhur futbol yulduzi Ronaldosiz" dedi. Ronaldo hayratda qoldi. "Meni qanday taniding? Axir meni bu bozorda sendan boshqa hech kim tanimagan edi" dedi. Ahmed: "Men sizni qo'lingizdagi soatdan tanidim" dedi. Ronaldo: "Meni soatimdan tanidingmi?" "Ha, bu mening eng sevimli qo'l soatim" deb kulib yubordi. Ahmed Ronaldoni uyiga taklif qildi. Ronaldo rozi bo'ldi. Ahmed Ronaldoning qo'lidan tutib uyiga olib bordi. Otasini chaqirdi. "Ota, men Ronaldoni bozordan olib keldim va unga siz pishirgan nonlardan berdim. Unga non juda ham yoqdi" dedi. Ota ham xursand bo'ldi va Ronaldo bilan salomlashdi. Ahmed Ronaldoni xonasiga olib kirdi va Ronaldo xonaga kirishi bilan o'zining xonada ilingan suratlarini ko'rib, bu yosh Ahmedning muxlisligiga tan berdi va Ronaldo Ahmedning otasi Yusufga: "O'g'lingizni futbolga qiziqadimi?" dedi. "Ha, juda qiziqadi. Ronaldo qiziqsa nima uchun olib bormayapsiz futbol klubiga?" dedi. Ota: "Ha, nima deysiz?
Futbol jamoasiga qo'shilish uchun juda katta pul so'rashyapti. Menda hozir bunday katta pul berishga imkoniyatim yo'q. Oilamni non pishirib zo'rg'a boqyapman, dedi. Ronaldo Ahmedni yoniga chaqirib, "Yur seni futbol klubi Al Nasr yoshlar terma jamoasiga olib boraman" deb klub tomon yo'l olishdi. Ahmed shunchalar xursand ediki, "Asta qo'yaverasiz, ular yetib kelishdi." Ronaldo murabbiyni chaqirdi. Murabbiy tezda yetib keldi. Murabbiy Ahmedni topshirdi. "Bu bolaga barcha futbol sir-asrorlarini o'rgating. Bu bola mening yangi do'stim", deb murabbiyga tutdi. Murabbiy "Xo'p, siz nima desangiz shu bo'ladi", deb rozi bo'ldi. Ahmed Ronaldoni yoniga kelib uni qattiq quchoqlab, unga minnatdorchilik bildirdi. Hozirgi kunda ham Ahmed Al Nasr futbol yoshlar terma jamoasida hujumchi bo'lib to'p suradi. Xulosa, har qanday vaziyatda ham noumid bo'lmang. Sizni omadingiz harakatlaringizga bog'liq ekanligini unutmang. Sir ortida YouTube kanal ham siz uchun yangi hikoyalar to'plamini yetkazishda doim harakatda. Umid qilamizki, sizga yangi hikoyalarimiz manzur kelyapti. Bizdagi yangi hikoyalarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.